2023-yil 1-dekabr holatiga Oltiariq tumani xorijiy davlatlarga 11,6 million AQSh dollariga teng 21,7 ming tonna uzum mahsulotini eksport qilishga erishdi. Mahsulot bog'bonlardan qanday yig'ib olinadi? Bu ko'rib turganingiz Oltiariq tumanidagina emas, viloyatda mashhur bo'lgan meva bozoridir. Ushbu manzilda kun davomida yig'ilgan, qadoqlangan mahsulotlarning tungi vaqtlarda savdo ishlari amalga oshiriladi. 4 gektarlik maydonda bog'bon va dehqonlar o'z mahsulotlarini olib chiqib sotish imkoniyatiga egalar. O'rta Osiyoda muqobili bo'lmagan deya e'tirof etilayotgan ushbu bozordan hosil yig'ish vaqtida bir kunda 20 ga yaqin muzlatkichli yuk avtoulovlari to'la mahsulot bilan chiqib ketadi. Oltiarig'imizga Fruit City bozor ochilgan. Bu bozorchamizda juda ko'pchilik manfaat topadi. Kechqurun savdo bo'lishining sababi yuk aynib qolishi past bo'ladi. Sabab kechqurunga yuk terib olib chiqishadi-da. Olib kelib 4 soat, 5 soat bozor bo'ladi. 4 soat, 5 soat ichida olgan odam chiroyli yuk tovarni olib xolodilnikga sovutishga qo'yadi. 24 soatdan 26 soatgacha sovutish kerak mahsulotlarimizni. Sovutmasangiz yuk aynishni boshlaydi. Bizdan chiqayotgan mahsulotlarda sanitariya qoidalariga rioya qiladigan mahsulotlar chiqadi. Kasallik bor meva-cheva kirmaydi bozorga. Uringan meva-chevalar kirmaydi. Endi kirish mumkin. Ichki bozorga, masalan, kompot, pampotga bozorda 150 mingdan 5 minggacha tovar bor. Birinchi sort tovar bor, ikkinchi sort tovar bor. Dehqon 200 kilo chiqib ketsa, o'zi ixtiyor